Hurmatli Sulton G'ozi ahli, hurmatli qishloqdoshlar, mana bilasizlar, qishlog'imizda endi hashar ketyapti. Ancha vaqtdan beri qishlog'imizga masjid quryapmiz. Shu har bir musulmon xalqini qishlog'ida masjid bo'lishi shart. Oldingi mana ota-bobolarimiz qurib ketgan masjidlarda, hozir mana qanaqalarda yaxshimi yomonmi chiqib talabalarni namozlar o'qib turibmiz. Xudo xolasa mana o'zimiz yoshlarimiz, qishlog'imiz ahli bilan bir masjid xona qurishni uyushtirdik, mana uni boshladik. Xudo xolasa mana masjidimizda ham devorlari bitib qoldi. Endi ustini yopishga harakat qilyapmiz. Sizlardan hammalaringizga iltimos, mana shu qo'llaringizdan kelgancha vaqtlaringizni topib kelib turishlaringizni so'raymiz. Xudo xolasa mana bizlar ham mana shu vaqtida ota-bobolarimiz qurgan narsalarga mana hozir o'qiyapmiz. Bizlar ham yaxshi niyatlar mana shunday qilyapmiz-ku, molla qishlog'imiz oqsoqollari bilan harakat qilib, mana shu sizlarga, nevaralarga, chevaralarga shu bizlardan bitta meros eslanib qolishi uchun mana shu masjidni qurmoqchimiz. Xudo xolasa umrimiz uzoq bo'lsa, qonimiz sog' bo'lsa, masjidni ham qurib olib turib, shu peshonamizni bir marta ursak, Xudodan mingdan-ming rozi bo'lamiz. Hammaga katta rahmat. Vaqtlaringiz bo'lsa, kelingizlar mana shu yerga, hasharga. Bu yerda har shanba kuni, bozor ertasi kuni, deraza kuni hashar bo'lyapti. Xudo xolasa mana endi kalon-kalovlarni quryapmiz. G'isht terilib bo'ldi, ustini yopsak, keyin bu yoqni asta qilib olishga Xudoyim to'la sizlarga hammamizga qishlog'imizga kuch-quvvat bersin. Bolla bobomizga kuch-quvvat bersin. Yoqdan bu yoqqa yugurib mana shu xizmat qilyapti. Qishlog'imiz oqsoqollari mana komitet Xudo bobom Abdurasullarga, uni qavatdag'larga hammasiga kuch-quvvat berib, mana shunday xizmat qilishni davom etsin. Shu qatorda hammamizga, hammaga, yoshlarga, yoshlar o'rta yashar kattalarga insof berib, mana shu masjidga kelib turishni Xudodan so'raymiz. Hammaga rahmat. Mana shu masjidimizni qurishiga kimki qo'l tiyib niyat qilgan bo'lsa, niyat qilib ishlagan bo'lsa, hammasiga mingdan-ming rahmat aytamiz. Rahmat e'tiborlari uchun. Kelingizlar.